Assalomu alaykum. P-daftarga xush kelibsiz. Bu qisqa darsda mijozlar bo'limini o'rganamiz. Yangi mijoz qo'shish, qarz yozish, to'lov qabul qilish va balansni kuzatish. Qani boshladik. Mijozlar bo'limi bu sizni mijozlaringiz bilan bo'ladigan hisob-kitoblarni yuritish uchun foydalaniladigan sahifa. Endi bu joyda mijozlaringizni ro'yxatini ko'rib turibsiz va mijozlarni izlash uchun o'ng tarafda pastda lupa bor. Lupani bossangiz shunaqa terishingiz mumkin. Masalan, Ulug'bek deb yozsak, faqat Ulug' degan o'sha qidiruvga mos bo'lgan mijozlarni chiqarib beradi. Endi bundan tashqari qidiruvni bekor qilsak bo'ladi va yangi mijozni qo'shishingiz mumkin. Mana bu joyda plus knopkasi orqali yoki bo'lmasam mijozlarni import qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu mijozni import qilish joyida o'sha Excelni skachat qilib, o'sha formatga moslasangiz import qilish imkoniyatingiz bo'ladi, ya'ni bittalab kiritib o'tirmaysiz. Xo'p, va mijozlaringizni Excelga eksport qilib ham olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bundan tashqari mana bu chaqmoqli knopka sizga tezkor mijozlaringizni, ya'ni oxirgi amalga oshirgan mijozlaringizni ro'yxatini ko'rib tursangiz bo'ladi. Bundan tashqari tezkor qidiruv ham amalga oshirishingiz mumkin. Misol uchun, Elbek deymiz. Elbek degan mijoz yo'q va yangi mijozni shu joydan qo'shib yuborsak bo'ladi. Shunda yangi raqam kiritamiz. Bu sizga yana qulay imkoniyatni yaratib beradi. Endi tepaga o'tadigan bo'lsak, tepada ko'rib turganingizdek faol degan filtrlash nimasi aktiv turibdi. Va bu narsa sizni mijozlaringizni oxirgi oldi berdilariga nisbatan filtrlab ko'rsatadi. Masalan, bugun ikkita Murod sinfdosh va Murod degan mijozlar bilan oldi berdi bo'lgan va ular tepada turibdi. 24-da Ulug'bek 3 qizil balansi 0 bo'lgan, u pastroqda turibdi. Mana shunaqa eng oxirgi amal bajarilgan mijozlar tepada ko'rinadi. Endi agar sizga teskarisi kerak bo'lsa, eng oxirgi marta juda eski mijozlarni faolni teskarisiga qilib ko'rishingiz mumkin. Endi bu tushunarli. Keyingi qismi bu muddat bo'yicha, ya'ni siz qarzdorlarni muddati o'tib ketgan bo'ladi. O'tib ketganini eng ko'p o'tib ketgan muddatlilarini esa mana buni bosish orqali chiqarishingiz mumkin. Ya'ni oxirgi qarzi muddati kim o'tib ketgan bo'lsa, o'sha tepada turgan bo'ladi. Endi bu yoki teskarisiga ham qilishingiz mumkin. Endi summaga bossak, summada eng katta qarzdorlaringizni tepaga ko'rsatib olishingiz ham mumkin. Bu o'sha qarzlarni yig'ishda qulaylik uchun qilganmiz. Xo'sh, bundan tashqari yana siz agar yuzlab mijozlar bilan ishlasangiz, ularni hammasini eslab qola olmaysiz yoki ismi esingizda qoladi, raqami esingizda qolmaydi va noqulay. Bilamizki, bu narsa ko'proq optimchilarda va distribyutorlarda kerak bo'ladi va bu narsa uchun mana AZ degan joyga bosib, alfabet bo'yicha mana M harfi va mana U harfiga mos keladigan mijozlarni topib olib ishlatsak bo'ladi. Bu o'sha 100 dan ortiq 200-300 ta mijozlar bo'lganda qulay bo'ladi foydalanish. Bundan tashqari bizda yana filtr qo'shimchalari bor. Faqat qarzdorlarni ko'rsatsin degan funksiyani yoqib qo'yishingiz mumkin yoki summasidangacha qilib ham filtrlashingiz mumkin. Bu ham bunaqa imkoniyatlarimiz ham bor. Va yana bitta muhim bo'lgan funksiyalardan birini aytib ketishim kerak. Bu papkalar. Telegramda bilsanglar, papka degan tushuncha bor. Papkani yaratasizda ichiga o'zingizni o'sha muhim degan, masalan, sinfdoshlar degan papka yaratib, sinfdoshlarning gruppasini yoki bo'lmasam sinfdoshlaringizni qo'shib qo'yasiz yoki ish deysizda, ishga oid bo'lgan odamlar bilan chatlarni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa sxema. Yangi papka yaratasiz, masalan, yaqin yoki doimiy mijozlar deylik. Doimiy mijozlar. Qizil qilib qo'yamiz va saqlash. Doimiy mijozlarni qo'shdik. Endi mana shu doimiy mijozlarga Murod degan mijozni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Murodni ustiga bosib turaman bir 2 sekund, 3 sekund va papkalar ro'yxati chiqadi. Keyin plyusni bosaman. Mana doimiy mijozlar ro'yxatiga o'tsam, endi faqat Murod ko'rinib turibdi. Mana shunday qilib mijozlar bilan taxlab ishlashingiz osonlashtirib olishingiz mumkin. Va hozircha shunaqa mijozlar bo'limi bilan tanishtirdik. Endi keyingi bo'limlarda, keyingi videolarda yana davom etamiz. Endi sizlar bilan mana mijozlar bo'limini o'rganib chiqdik. Qanaqa ishlashi, nima bo'lishi, qanday bo'lishi. Endi siz odatdagidek mijozlarga qarz yozishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Mijozni qo'shganingizdan keyin mana Murod degan mijoz bor, uni ichiga kirib olamiz. Yoki bo'lmasam o'sha yangi mijoz qo'shib kirishingiz mumkin yoki bu tezkor chaqmoq tranzaksiya orqali qo'shishingiz mumkin. Va mijoz ichiga kirasiz. Kelganingizdan keyin mana qarz berish degan knopka bor. Chiqim degani sizdan chiqib ketayotgan pul yoki tovar. Endi buni qarz berdingiz.
Bu yerda aytaylik, mana 250 ming so'm qarz beryapmiz va oldindan 700 ming so'm qarzi bor edi va sizga pastdan avtomatik 250 ming so'm qarz bersang necha pul bo'lishini ko'rsatib beryapti. Endi siz agar faqat so'mda emas, balki valyutada beradigan bo'lsangiz, valyutani ham belgilash imkoniyatingiz bor. Bunda avtomatik tarzda sizga tepada ko'rib turganingizdek mana SMS и undov belgisi ko'rinib turibdi. Uni ustiga bosadigan bo'lsangiz, SMSlar qanaqa tarzda hisoblanishini sizga chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilganmiz. Endi valyutani tanladingiz va o'zingizga kerakli summani kiritdingiz. Undan keyin esa izohiga yozib qo'yishingiz mumkin. Izohiga aytaylik, bo'lishi mumkin sizda qanaqadir ro'yxat yoki bo'lmasam izohiga nima uchun pulni berayotganingizni yozib qo'yishingiz mumkin va hokazo. Va agar shunaqa holatlar, konfliktli holatlar bo'lishi mumkin, mijozangiz tan olmay qolishi mumkin, o'shanda rasmga tushirib olishingiz ham mumkin pul berayotganingizni va hokazo shunaqa qo'shimcha imkoniyatlari bor. Yoki ovozli xabar ham qo'shib qo'yishingiz mumkin. Endi bu pulni qachon qaytarib beradi degan joy bor. O'sha qaytarish sanasini siz belgilab qo'yishingiz mumkin. Aytaylik, ertaga yoki 3 kundan keyin mana 30 ni belgilasak, 4 kundan keyingi avtomatik qaytarilish sanasi belgilandi va chiqimni bossak, hozir mana bizga o'sha 250 ming so'mlik chiqim yozildi va bu odamga, bu mijozga avtomatik tarzda SMS ketadi. SMS ketganda, SMS quyidagicha formatda keladi mana. Hurmatli Murod, Safo qurilish do'konidan olgan shuncha so'm qarzingiz yozib qo'yildi. Umumiy balans 950 ming so'm. Biznes raqami mana shu. Endi orqaga qaytsak, mana bu qarzni batafsil ma'lumotlarini shu joydan ko'rsangiz bo'ladi. Tepada qo'shimcha o'sha qarzdor ma'lumotlari, summasi va hokazo va SMS holati degan joy bor. Hozir ko'rib turganingizdek, bu o'sha SMS yuborilgan, lekin uni yetib borgan, bormaganligini hali anaqa aniq emas. Endi buni bitta mana yangilab olsak, mana endi yashil nima bo'lgan, SMS ikonka bo'lgan. Bu degani SMS yetib borgan degani. Mana shunday qilib siz qarzlaringizni qo'shishingiz mumkin. Endi bundan tashqari yana aytaylik 30 keldi, qarzni vaqtida qaytarib bermadi va sizdan uzaytirish so'rayapti. 3 kun qo'shimcha qilish kerak bo'lsa, mana o'sha qalamchaga bosasiz. Qalamchaga bosib, keyingi oyni masalan 3-sanasigacha deb belgilab qo'yasiz. Va avtomatik tarzda bu narsa o'zgaradi va 3-sanada unga SMS boradi. Va hozirda ham mana qaytadan yozib qo'yildi deb boryapti. Endi keyingi o'sha izohiga ham qo'shimcha qilib o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Buni ham qo'shib qo'yganmiz. Bundan tashqari siz agar bu xato bo'lib ketgan bo'lsa summa, uni o'chirib qaytadan ham yozishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqa va yana oxirgi funksiya, SMSlar ba'zida balansingizda SMS tugab qolishi mumkin yoki texnik sabablar bo'lib SMS ketmay qolgan bo'lsa, SMS ni qayta yuborish orqali siz mana shu qarzni SMSini yana qaytadan yuborish imkoniyatingiz bor. Yubordingiz va SMS ketdi. Shunday qilib, demak, qarzlarni qo'shish jarayonidan foydalanishingiz mumkin. Endi agar sizga mana qarzni olib kelib berganda, ya'ni pulini qaytarib berayotgan paytda siz mana 950 ming so'm olib kelsa, mana bu summa tayyor turgan bo'ladi. Shuni ustiga shunday bosib qilishingiz mumkin. Ya'ni kiritib to'lovni qo'shishni bosib qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, agar sizga u 50 ming so'm olib kelgan bo'lsa, 500 ming so'm olib kelgan bo'lsa, 500 ming so'mni yozasiz va hammasi joyida bo'lsa, to'lovni qo'shishni bosib qo'yasiz. Va avtomatik tarzda balansni hisoblab, mana 450 ming so'm qarzni hisoblab ko'rsatib bermoqda. Ko'rib turganingizdek, qarz qo'shish mana shunaqa oson. Endi bundan tashqari yana widgetlar degan funksiyamiz bor. Bu widgetlar sizni qarz qo'shishni, tezkor tranzaksiyalar bilan ishlashni yana ham osonlashtirib beradigan funksiyamiz. Bu keyingi videolarda ko'rib chiqamiz, xudo xolasa.